Davom etamiz. 16-masala. Yechimi. 195 gramm simob 2 nitratga yetarli miqdordagi ishqor qo'shilganda hosil bo'ladigan cho'kma massasini toping deyapti. Demak, 16-masala yechimi ekan bizga. Simob nitratning formulasini yozib olamiz. Demak, simob NO3 dan 2 ta. Bunga qo'shilyapti ishqor deylik, natriy gidroksid desak. Bu yerda reja bo'yicha simob 2 gidroksid hosil bo'lishi kerak edi, lekin simob 2 gidroksid beqaror. Shuning uchun tezda parchalanib simob oksidi suvni hosil qiladi. Natriy hisoblanib natriy nitrat hosil bo'ladi. Endi tenglashtirish uchun natriy nitratni o'rniga 2, natriy gidroksidni o'rniga 2 qo'ysak kifoya. Xo'p, bizda umumiy holatda 195 gramm simob 2 nitrat bor ekan, mana 195. Xo'p, uni massasini hisoblab oladigan bo'lsak, demak 62 ko'paytirilgan 2 124 plus 201 325 gramm. Har 325 grammdan qancha cho'kma hosil bo'lyapti? Cho'kma massasi demak 217 gramm. 195 dan qancha desak, javobimiz chiqadi. Demak 195 ko'paytirilgan 217 taqsim 325. Demak 130.2. Bu bizga javob. Davom etamiz azizlar. Demak 17-masala 0.9 mol magniy, kalsiy va alyumindan iborat 20 gramm aralashmaga xlor kislota ta'sir etilganda 22.4 litr gaz ajraldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiy xloridning massasini aniqlang deyapti. Xo'p, e'tibor bering, bu yerda reaksiyalarni qulaylashtirish uchun yozib oldik. Jami 0.9 mol aralashma bor. Shundan bizda 1 mol gaz hosil bo'layotgan ekan. 1 mol. Xo'p, buni bir necha xil usullari bor. Keling x va y usulida ajratib olsak bo'ladi. Faqat qaysi qism x, qaysi qism y ekanligiga e'tibor berish kerak. Bu yerda valentlik bo'yicha magniy va kalsiy bir xil, ya'ni ulardan bir xil miqdorda vodorod gazi ajraladi. Shuning uchun keling kalsiy va magniyni biz x mol deb belgilasak bo'ladi. Buni x mol deb belgilasak, bundan x mol gaz hosil bo'ladi. Faqat bu x mol bitta moddaga tegishli emas, ya'ni qaytishimiz bor, magniy va kalsiyga tegishli. Agar alyuminiycha desak, 1 mol alyuminiydan 1,5 mol gaz ajralsa, y mol alyuminiydan 1,5 y gaz ajraladi. Natijada tenglama qiladigan bo'lsak, xo'p, x plus y ning yig'indisi 0.9 va x plus 1,5 y teng bo'ladi bu yerda 1 ga. Demak, o'z-o'zidan x lar ma'lum. Biz x larni ayiradigan bo'lsak, y ning qiymati qoladi. Ya'ni bu yerda 0.5 y teng 0.1 y teng 0.2 qolyapti. Demak, xulosa qanday? Dastlabki aralashmada mol jihatdan 0.2 mol nima ekan? Alyuminiy ekan. Xo'p, 0.9 dan 0.2 ni ayiradigan bo'lsak, qolgan 0.7 mol bu x ga tegishli. X deb biz nimani belgiladik? Magniy va kalsiyni. Magniy va kalsiyning miqdori. Endi e'tibor bering, mana bu yerda dastlabki aralashmaning massasi berilgan edi, 27 gramm. Har 27 gramm aralashma ichida 0.2 mol, ya'ni 0.2 ni 27 ga ko'paytirsak, alyuminiyning massasi chiqadi. 27 gramm aralashma ichida 5.4 gramm alyuminiy bor ekan, ya'ni 0.2 ni ko'paytirdik 27 ga. Qolganicha desak 21.6 ekan mana. Endi o'zimiz bilgan usulda ishlab olsak bo'ladi. Qanday? 0.7 mol magniy va kalsiy aralashmasi bor va mana shu ikkovining massasi 21.6. O'zimiz bilgan oddiy x va y usulda ajratib olsak bo'ladi. Qanday? X va y ning yig'indisi 0.7, x mol magniyning massasi 24x plus y mol kalsiyning massasi 40y. Bu teng bo'ladi bizga, demak 21.6 ga. Hadma-had ayiradigan bo'lsak, ya'ni tepa xatoni keling 24 ga ko'paytirib hadma-had ayiradigan bo'lsak, albatta kattasidan kichigiga. Bu yerda 24x lar qisqarib ketadi.
40dan 24ni ayiramiz. Bu yerda 16 y teng 24ni demak ko'paytiramiz 0.7 ga, ayiramiz 21.6. 4.8 chiqyapti bu yerdan. Xo'p, qiyaloqdan yozaylik-da. 16 y teng 4.8 y teng 0.3. Demak, dastlabki aralashmada 0.3 mol kalsiy bo'lgan. Agar 1 mol kalsiy bo'lganda 111 gram kalsiy xlorid olardik. 0.3 mol kalsiy bo'lgandachi desak 33.3 gram olardik. Mana qismini o'chirib qo'yaylik. Metan, etan va etendan iborat 22.4 litr aralashma 32 gram bromni biriktiradi. Gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 11.3 gramga teng bo'lsa, boshlang'ich aralashmadagi etanning massa ulushini aniqlang deyapti. 20-masala yechimiga e'tiborimizni qaratamiz. Dastlab bizda metan, etan va eten bor. C2H4. Bilasiz, organik kimyo kursida tarkibida qo'shbog'i bor bo'lgan moddalar bromli suvni rangsizlantiradi. Demak, bu eten ekan. C2H4. C2H4 plus brom 2. Bundan 1 mol olganda 160 gram brom bilan reaksiya kirishsa, agar 32 gram brom bilan reaksiya kirishi uchun bundan 0.2 mol bo'lishi kerak. 22.4 litr aralashma bor edi. Jami bular demak 1 mol. Shu 1 mol ichida 0.2 mol etenga tegishli ekan. Qolgan 0.8 molichi desak, bu metan va etanning birgalikdagi massasi. Gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 1.3 deyapti. Ya'ni aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi 11.3, buni ko'paytirsak 2 ga 1 mol aralashmaning massasi chiqadi 22.6. 22.6 gram aralashma bu 1 molning massasi. Mana yerda yana 1 mol, to'g'rimi? 1 ga ko'paytirish foydasi yo'q. Xulosa qanday? 22.6 gram metan, etan va eten bor. Shundan lekin bizda 0.2 mol ma'lum. 0.2 ni biz etenning massasi 28 ga ko'paytiradigan bo'lsak 5.6 bo'ladi. Bu degani har 22.6 gram aralashma ichida 5.6 grami eten degani. Ayirib qo'yadigan bo'lsak, javobimiz 17 chiqyapti. Bu 17 gram. Osongina tenglama qilsak bo'ladi endi. Ya'ni metan va etan bor. Shularning massalar yig'indisi 17, mol yig'indisi esa 0.8. Qaysi usuldan foydalanardik? Odatda x plus y usuldan foydalansak bo'ladi. Metandan x mol, etandan y mol. Lekin ularning yig'indisi 0.8. Xuddi shunday 1 mol metanning massasi 16, x ga ko'paytirsak 16. X plus 30 y teng bo'ladi 17 ga. Bizda aytayaptiki, dastlabki aralashmadagi etanning massa ulushini aniqlang deyapti. Shuning uchun bizda etanning miqdori kerak. 16 ga ko'paytirib xatma-xat ayiradigan bo'lsak, bu yerdan qoladi 14 y. 16 ni demak ko'paytiramiz 0.8 ga, ayiramiz 17 dan 4.2 y teng 0.3. Dastlabki aralashma 0.3 mol etan bor ekan. 0.3 mol etan degani 30 ga ko'paytirsak 9 degani. Xo'p, 22.6 gram aralashma bor edi. 22.6 gram aralashmaning hammasi etan bo'lganda 100% bo'lardi. Lekin bizda hammasi etan emas, necha gram etan? 9 gram etan. 9 ni 22.6 ga bo'lasak, 100 ga ko'paytirsak 39.82 chiqar ekan. Bu bizga ayni paytda C javob. E'tiborimizni qaratamiz. Maltoza umumiy formulasi C11 C12H22O11. Bu maltozaning umumiy formulasi, ya'ni disaxarid. Plus maltoza gidrolizga uchraganda
2 mol glykozani hosil qilardi. C6H12O6. Glykozaning bir necha xil spirtli bichig'ishi bor, demak, siz so'ralayotgan spirtli bichig'ish. C6H12O6 spirtli bichig'itilganda bizda hosil bo'ladi 2 mol karbonat angidrid va 2 mol etanol. Shunda umumiy 6 ta 6 kar 2 12 ta vodorodlar soni, kislorodlar soni 2 ta 6 ta teng. 17.92 litr karbonat angidrid ajralgan, uning miqdori molda 0.8 mol bo'ladi, to'g'rimi? 20.4 ga bo'lsak, 1 mol glyukozadan 2 mol karbonat angidrid olinsa, 0.8 molidan 0.4 mol olinadi. Maltozaning massasi har 342 grammdan 2 mol glyukoza bo'lsa, 0.4 molidanchi desak, bu yerda javobimiz 68.4 chiqar ekan. C javob. 22-chi masala yechimiga e'tiborimizni qaratamiz. 50.6 mg alyuminiy mis va rug'dan iborat aralashmaga konsentrlangan nitrat kislota ta'sir etilganda 64.4 mg azot peroksid hosil bo'ldi. Xuddi shunday massadagi aralashmaga xlorid kislota ta'sir etilganda 15.68 cm gaz ajralsa, dastlabki aralashmadagi misning mol ulushini aniqlang deyapti. Xo'p, bizda aralashma bor ekan. Dastlab alyuminiy, mis va rug'. Bilasiz, konsentrlangan nitrat kislota bilan alyuminiy reaksiya kirishmaydi. Mis va rug' esa reaksiya kirishadi. Hosil bo'ladi bizda mis nitrat, azot 2 oksiddan 2 mol va 2 mol suv hosil bo'ladi. Suvning miqdori ham bizga kerak emas. Xuddi shunday, rug'da ham shunday. 4 mol nitrat kislota reaksiya kirishib hosil qiladi rug' nitrat va 2 mol azot peroksid. Bizda reaksiya natijasida 2 mol suv ham hosil bo'ladi, lekin suvning miqdori hozircha kerak emas. Xuddi shunday massadagi aralashma bu safar xlorid kislota bilan reaksiya kirishyapti. Alyuminiy xlorid kislota bilan reaksiya kirishadi, bilasiz, 3 mol xlorid kislota bilan reaksiya kirishib alyuminiy xlorid va 1,5 mol vodorod gazini hosil qiladi. Keyingi holat mis xlorid kislota bilan reaksiya bormaydi. Vodorodni siqib chiqarish qobiliyati yo'q. Rug' esa xlorid kislota bilan reaksiya kirishib rug' xlorid va vodorodni hosil qiladi. E'tibor bering, endi masalaning reaksiya qismini yozib oldik. Bizda dastlabki aralashma berilgan, dastlabki aralashmani miqdorini ajratib olishimiz kerak. Ya'ni alyuminiydan qancha borligini bilmaymiz. Shuning uchun keling, x mol alyuminiy, y mol mis va z mol rug' olaylik. Natijada quyidagicha qiymatlar kelib chiqadi. Xo'p, x mol alyuminiy massasi 27 x plus 64 y plus 65 z. Bularning massalar yig'indisi 50.6 ekan. Bizda 64.4 mg azot peroksid ajralyapti. Keling, shuni molga aylantirib olaylik. 64.4 taqsim 46. Adashmasam, bu yerdan 1.2 chiqar edi. Keling, yana bir sinab ko'ramiz. 64.4 taqsim 46. 1.4 ekan. Adashman 1.4. E'tibor bering, azot peroksid nechta joydan hosil bo'lyapti? Albatta, ikkita joydan. Xo'p, y mol mis olsak, 2y azot peroksid hosil bo'ladi, to'g'rimi? 1dan 2. Z mol rug' olsak, 2z azot peroksid hosil bo'ladi. Sabab
Bu yerda 2 marta ko'prikning miqdoridan. Mana yerdan yozib olamiz. 2 y plus 2z teng bo'ladi 1.4 ga. Mana shuni osonlashtirish maqsadida 2 bo'lib yuborsak ham bo'ladi. 2 bo'lib yuborsak butun boshli qisqaradi. Ya'ni y plus z 2lar qisqarsa 0.7. Bizda tenglamalar sistemasida y va z ning qiymati yig'indisi 0.7 ekan. 15,68 cm3, ya'ni millilitrda gap ketyapti. 0.7 mol ajralgan ekan bulardan. Xuddi shunday buni ham ajratib olsak, alyuminiyni biz x deb belgilaganmiz. X-dan 1,5x gaz hosil bo'ladi. Ruhni esa z deb olganmiz. Z-dan z hosil bo'ladi. Natijada quyidagi 3-tenglama hosil bo'ladi bizda. 1,5x plus z teng bo'ladi. 15,68 ni biz molga aylantirishimiz kerak. 0.7 mol ekan. Mana tenglamalar sistemasini ishlab oldik. Endi biz tenglamalardan bittasi bilan bitta moddani ifodalab olishimiz kerak. Keling, z ni ifodalab oladigan bo'lsak, umumiy holatda mana birinchidan x teng 0.7, z bu tomonga minus bo'lib o'tadi, taqsim 1.5. Bundan ham agar z ni ifodalab oladigan bo'lsak, y teng 0.7 minus z ekan. Endi tenglamalarda o'rniga borib qo'yamiz. 27 ko'paytirilgan 0.7 minus z taqsim 1,5 plus 64 y edi. 64 ni o'rniga bizda 0.7 minus z plus 65 z teng bo'ladi 50.6 ga. Mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, bizda qiymatlar kelib chiqishi kerak. 27 ni ko'paytiraman 0.7 ga, 18.9 chiqadi, bo'laman 1.5 ga. 12.6 minus 27 ni ko'paytiramiz z ga, bo'lamiz 1,5 ga. Minusdan 18 z ekan. Plus 64 ni ko'paytiramiz 0.7 ga, 44.8 minus 64 z plus 65 z bo'ladi, teng 50.6. Endi tenglamalarni soddalashtiradigan bo'lsak, mana e'tibor bering. 64 z ga 65 z ni qo'shsak plusdan 1 z bo'ladi. Bunga 18 z ni qo'shsak minusdan minus 17 z bo'ladi. Bu yerda 12.6 ga qo'shsak 44.8 ni 57.4 bo'ladi. Tenglikning u tomoniga ayirib bo'lib o'tsa 50.6 dan 6.8 bo'ladi minusdan. O'z-o'zidan bu yerda minuslar yechib ketadigan bo'lsa, z ning qiymati 6.8 taqsim 17 0.4 chiqyapti. Z ning qiymati 0.4 degani y ning qiymati 0.3 degani. Chunki mana yerda z ni olib borib qo'ysak, y teng 0.3 ayirmasi chiqadi-ya, to'g'rimi? Xo'p, x ni topmoqchi bo'lsak-chi desak, yana z ni olib borib qo'yish kerak. Ya'ni 0.7 dan ayirasan 0.4 ni bo'lasan 1,5 ga deyapti. X ning qiymati 0.2 chiqdi. Xullas, bizda aytayaptiki, dastlabki aralashmadagi bizning mol ulushini aniqlang. Umumiy mollarni qo'shib olsak, bizda z ning qiymati 0.4, y ning qiymati 0.3. 0.3 bo'ladigan bo'lsa 0.7, 0.9. Umumiy 0.9 bor. 0.9 mol aralashma ichida qanchasimiz? Misni y deb belgilaganmiz 0.3. Buni qisqartiradigan bo'lsak, bittadan 0 sursak 3 taqsim 9 yoki 1 taqsim 3 degan javob bo'lar ekan. Bejavob. Bu yerda shunchaki sizning matematik bilimingiz sinovdan o'tkaziladi, ya'ni unchalik kimyoviy masala emas.